Endi qarang, kishini ichingdagi dardingni ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat. Ya'ni ayta olasan, hamma yo'g'ingni ayta olasan. Bunaqa odam ko'p bo'lmaydi, bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'sti yo'q odamga hayotda qiyin bo'ladi. Chunki inson g'amini, dardini birovga solsa, yoziladi. Aytsa, yoziladi. Bilasizlarmi, manaqa psixologlar deb qo'yadi hozirgi tilda. Shu psixologlarni ruhshunos bo'pti. Shu odamning asab kasalliklarini davolashda stressni chiqarishlik uchun shunaqa bir uslubi bor. Haligi bemor uzuncha yotadi divanda, hali psixolog o'tiradi oldida, ruhiy tabib, qo'lida ruchkasi bilan gapiring deydi. Yotib olib gapiradi. Yoziladi shu bilan. Shunaqa uslub ham bor odamni davolashda. Inson ichidagi narsani birovga aytib solsa yengillaydi. Shuning uchun aytilar ekan, diqqat qilinglar. Musulmonga o'zini holidan shikoyat qilgan odam Allohga shikoyat qilgandek bo'ladi. O'zini holidan kofirga shikoyat qilgan odam Allohdan shikoyat qilgan bo'ladi. Chunki musulmonga shikoyat qilsangiz nimani gapiradi u? Birodar, Allohning taqdiri deydi. Alloh shuni sizni shu narsa bilan sinayapti ekan deydi. Berganda rozi bo'lganmidingiz? Endi olib qo'yganda rozi bo'ling deb turib Allohning so'zini eslatganligi uchun musulmonga holizdan shikoyat qilsangiz, go'yoki Allohga holizdan shikoyat qilgan bo'lasiz. Agar Allohni tanimagan kofirga shikoyat qilsangiz, Allohning bergan kunidan bandasiga shikoyat qilayotgan bo'lasiz. O'zi umuman bandasiga shikoyat qilishi yaxshi ish emas o'zi. Jay namozda to'kib olsangiz, Allohning o'ziga aytib bo'ladi. Endi baribir sabab borda, ro'paringizda odam turadi, shunga dardini aytishga to'g'ri keladi. Undan tashqari bir odam g'amga kirib qolgan paytda kallasi yaxshi ishlamaydi. G'am ezib turadi, dard siqib turadi, to'g'ri fikr, to'g'ri yechim qabul qilishlikka imkoniyat yo'q bo'ladi. Endi boyindaqa bir solih, Allohni tanigan, iymonli, aqlli, ilmli, tajribali birodari bo'lsa, buni ezmayapti-da bu g'am. Bu tashqarida turibdi, to'g'ri xulosa, to'g'ri yechim qila olishligi mumkin.